Qadrli savodoshlar, bugun biz ingliz tili grammatikasining ichidagi hozirgi davomlashayotgan zamonni so'zlaymiz. Hozirgi davomlashayotgan zaman endi ingliz tilida intayin muhim o'rin turadigan zaman. Shuni buni intayin yaxshi bilish kerak. Hozirgi davomlashayotgan zamonni so'zlashdan burun deb qo'ydigan gap, har qanday zamonni o'rgangan chaqda biz mana bir necha narsaga diqqat qilamiz. Birinchisi, bu zamonni zodi qayerga ishlatma. Ikkinchi bilish tegishli nuqta, bu zamanninki formulasi qanday bo'ldi? Ya'ni qandaq jumla shaklida keldi, ya'ni jumlaning qurilmasi qanday chiqdi? Uchinchi keladigan nuqtamiz, masalan, bu zamandagi fe'llar o'zgarsa, zodi qandaq shaklda o'zgardi? To'rtinchi diqqat qiladigan yerimiz, bu zamanda zodi diqqat qiladigan nuqtalar qaysi deganni cho'qim bilamiz. Unda bo'lsa, biz hozirgi davomlashayotgan zamanni ko'rib boqaylik. Biz bay degandek har qanday zamanni o'rgangan chaqda eng oldi bilan o'rganish tegishli narsa nima dedim? Shu zaman zodi qandaq sharoit ishlatildi. Masalan, men ingliz so'zlayotgan chaqimda zodi qanday gapni ifodalash uchun mush zamanni ishlatsam bo'ldi deganni bilib olishimiz kerak dedim-ku. Unda bo'lsa, hozir davomlashayotgan zamanning ifodaligini mana 3 xil narsani ifodalab beradi. Ya'ni birinchi o'lab shu gapni qilayotgan paytning o'zida bo'layotgan harakat. Masalan, men hozir nima qilyapman? Dars o'tyapman. Bundan olsa, men hozir qaysi zamanni ishlatsam bo'ldi ekan? Mushu zamanni ishlatsam bo'ldi ekan. I'm teaching. I'm teaching. I am ni qisqartirib am deymiz dedi-ku. I'm teaching. Endi ikkinchi yo'lab ifodalaydigini. Kelgusidagi ma'lum bir vaqti bo'ldigan. Alaydiroq shakla buni tafsil so'zlaymiz yana. Kelgusidagi ma'lum bir vaqtda bo'lishi intayin muqimlashib ketgan. Plan tuzilib bo'lgan, hamma narsa taq bo'lgan, shu ish yuz bersa bo'lgan holatga ishlatib. Misol, bu zamanda men bir Amerikaga borsam bo'ldi, yoki bo'lmasa Amerikaga bormay keyin degan ishlatgil bo'lmaydi. Buni qanday vaqtda ishlatgil bo'ldi? Masalan, sizlar Amerikaning vizasini bo'ldinglar, Amerikaningki hamma narsani taq qildinglar, aeroplan belti kelaryaptiningki, aniqlam barsizlar kelaryapti. Ashundaq vaqtda bu zamanni ishlatgil bo'ldi. Ya'ni aniq bo'lib ketgan ishlarga mushu zamanni ishlatsanglar, ash kelgusdagi ma'lum bir paytda yuz bermoqchi bo'lgan, intayin aniq bo'lib ketgan, planlanib, tayyorlik qilib tutib bo'lgan shu holatni, ya'ni shu harakatni bildirib keladi. Endi uchinchi o'lab bu zamanni ishlatsanglar, ya'ni mushu bir mezgil ichida bo'lib kelayotgan harakatni ifodalab beradi. Masalan, men bir kitap yozyapman desam, men hozirning o'zida yozmayotgan bo'lishim mumkin. Lekin bu kitap yozishdan iborat bu harakat mushu bir mezgil ichida o'zliksiz bo'lib kelyotadi. Ashunday sharoitda biz yana mushu zamanni ishlatsak bo'ladi. Masalan, I'm writing a book desam, hozirning o'zida men bu kitobni yozayotgan bo'lmayman. Balki mush bir mezgilda yozayotgan bo'laman, chunki bir kitobni yozish uchun bir necha minut yoki bir necha soat yetishmaydi. Shuningdek, men qanday hukm oldim? Masalan, bu zaman zodi mush bir mezgil bo'lib kelayotgan ishmi yoki hozirning o'zida bo'layotgan ishmi qanday hukm degan chaqda sizlar ash gapni qilgan chaqinglardagi ahvol qarta, mash yaqinda bo'layotgan ishkan yoki hozirning o'zida bo'layotgan ishkan deb tushunalaysizlar. Masalan, darhol yuz berib, darhol putib ketmaydigan ishlarni degan chaqda bu mush bir mezgilda bo'layotgan ishlarni bekroq ko'rsatib berdi. Endi bir-birlab ko'rib o'taylik. Hozir nima dedik? Biz gap qilayotgan paytning o'zida bo'layotgan harakatni ko'rsatdi dedik. Unda bo'lsa, u qiz televizor ko'ryapti. Hozirning o'zida men mush gapni qilayotgan chig'imda men qarsam, u qiz bola qanaqa qilyapti? Televizor ko'ryapti. Bu harakat men gap qilayotgan paytning o'zida texi yuz berayotgan harakat. Shundaq sharoitda men nima qilaman? U qiz televizor ko'ryapti deyman. Nasıl deyimiz? She's watching television. She's watching television. Ya'ni u qiz bo'lsa televizor ko'ryapti. Birinchi ishlatilish o'rni nima ekan? Dal mush ekan. Ya'ni ma'lum bir paytning o'zida gap qilayotgan paytning o'zida yuz berayotgan harakatni ifodalab berdi. Ikkinchi bo'lib, mushu yaqin bir mezgilda bo'lib kelayotgan harakat yoki yuzilinishni ifodalab berdi. Masalan, he's writing a book. He's writing a book. U bo'lsa bir kitob yozyapti. Bu kitobni darhol yozib tugatgili olmaydi. Shunday sharoitda, ya'ni mush bir mezgil ichida
bo'lib kelayotgan harakatni bildirdi. Masalan, I'm studying English desek, men ingliz til o'rganyapman shunaqo. Unda bo'lsa, buning ifodalaydigini hozirning o'zida o'rganayotgan bo'lsangiz mumkin. Shu bir mezgil ichida sizlar inglizcha o'rganayotgan bo'lsangiz mumkin. Shunday sharoitda yana shu zaman orqali ifodalashga bo'ladi. Endi 3-yo'lab kelgusida bo'ldigan, lekin tayyorlik bitib aniq bo'lib bo'lgan, yuz berishi muqarrar bo'lgan harakatni ko'rsatdi. Masalan, biz bo'lsak going on holiday tomorrow. Erta biz sayohatga chiqamiz. Endi bu gapning ma'nosi nima? Erta sayohatga chiqsizlar, shunaqo balatni olib qo'ydinglar yoki mashinani tayyor qildinglar, yuk taqini tayyor qilib qo'ydinglar, erta deganda mangimiz dedinglar. Shunday sharoitda bu zamonni ishlatib shuni deyishga bo'ladi. Yani bu zamanni ishlatib ifodalashga bo'ladi. Masalan, bir do'stinglarni kechda bolalar bilan bir tomoq yeyil deyishgan to'q kelalamsa o'tirashqa desa, men kilman deganni men kilovatman deb ifodalasanglar bo'ldi. Chunki sizlar shu paytning o'zida barman dedinglar, bormoqchi, sizlar aniq bordiganliginglar aniq shunday sharoitda o'sha zaman bilan ifodalasanglar bo'ladi. Ya'ni I'm coming to the party. Ya, I'm coming to the party. Ya'ni men nima qilaman? O'ltirishqa kelima. Ya'ni intan aniq bo'lib ketgan. Hech qanaqa boshqa ehtimollik bo'lmagan sharoitda. Masalan, kechda masalan o'shiqchiroq ishlab qolsanglar yoki bo'lma kechda bir ish yuz berish ehtimollik bo'lib borolmaydigan shulab qolsa, uni desanglar bo'lmaydi. U vaqtida kelgusi zaman bilan ifodalaymiz. Ya'ni demakchi, hozirgi davomlashayotgan zaman bilan ikkinchi xil, ya'ni uchinchi xil ifodalash so'l nima ekan? Ya'ni aniq bo'lib ketgan kelgusida intayin aniq bo'lgan yuz berishi muqarrar bo'lgan ishni biz hozirgi davomlashayotgan zaman bilan ifodalasak, uning ma'nosi aniq yuz beradigan shu ishni ifodalab beradi. Masalan, I'm coming to the party. I'm coming to the party degan gap men aniq kelima o'ltirashqa degan ma'nosi chiqadi. Lekin bu gapning o'ramidan qarasanglar, bu kelgusida bo'ladigan ish. Lekin buni qanaqa qilar ekanmiz? Hozirgi davomlashayotgan zaman orqali ifodalab chiqaqil bo'ldi. Hem 4-ci qo'shimcha bilib qo'ysanglar bo'lgan 4-ci bu zamanni ishlatilishi o'rni nima desanglar? Always, forever, constantly. Always degan davomliq, forever degan mangu, constantly degan izchil degan gap. Mushu gaplar bilan birga kelib, takror bo'lib kelayotgan harakatni ta'kidlash ma'nosini berdi. Diqqat qilinglar, takror bo'lib kelayotgan harakatni ta'kidlash ma'nosini berdi. Ma'lum bir takror harakatni ta'kidlagan chog'imizda, shuni ta'kidlamoqchi bo'lgan chog'imizda, mushu zaman orqali buni ta'kidlab chiqarsanglar bo'ladi. Lekin ishlatadigan so'zlaringiz nima ekan? Davomliq, mangu, constantly, izchil degan gaplardan birlikda shu yuzilinishni ko'rsatib berdi. Masalan, Harry and Sally, Harry bilan Sally are always arguing. Masalan, are always arguing. Amaliyotda qarasanglar, Harry bilan Sally bo'lsa, davomliq so'qishadi. Davomliq so'qishadi degan amaliyotda odatga hozir zamonning ta'basi davomliq bo'lgan harakat. Lekin mushu so'z bilan birga kelgan chog'da ta'kidlab, haqiqa davomliq so'qishadi voy jo deymiz-ku. Ya davomliq so'qishadi voy jo, yaman so'qishadi bular deb ta'kidlagan chog'imizda mushu zaman orqali ifodalasanglar bo'ldi. Masalan, you're constantly complaining about your mother-in-law. Mesela, you're constantly complaining about your mother-in-law. Siz davamlı qaynapangizdan qaqshaydi ekansiz degan gap. Daim ashkab bilan qildi ekansiz voy jon deymiz-ku, ta'kidlatimiz. Ta'kidlatimiz. Mesela, you're constantly complaining about your mother-in-law degan gap, ya'ni davamlı qapangiz qaynapam anda manda deydi ekansiz deb izchil bo'lib kelayotgan harakatni qana ta'kidlash sifatida ishlatyapmiz. Bundaq chaqda yana qani ishlatish bo'lgan, mushu zaman orqali bu gapni ifodalashga bo'ldi ekan. Masalan, davomli siz aytganda bak burun turib oldi ekansiz va jon deymiz-ku. Ashta vaqtda ishlatishga bo'ldi. Siz davomli qattiq qanchilab yeydi ekansiz, Alloh deymiz-ku.
ya'ni mushta vaqtga ishlatish bo'ldi. Ya'ni demakchi, ma'lum bir davomliq bo'lib kelayotgan harakatni ta'kidlash sababidan, ya'ni ta'kidlamoqchi bo'lgan chog'imizda biz mushu zamonni ishlasak bo'ladi. Bu hozirgi davomlashayotgan zamonninki ishlatilish o'rinlari. Endi men degandek har qanday zamonni o'rgangan chog'da avval ishlatilish o'rnini bilish kerak, cho'qim aytganligimizni aniq qilish kerak. Ikkinchi yo'lab muhim narsa nima degan chog'da bu zamonninki jumla qurilmasi, ya'ni jumlaning formulasi. Har qanday zamonninki ingliz tilida har qanday zamonninki jumla formulasi bo'ldi. Masalan 5 makildi, 12 makildi, 12 makildi degan formula oldu. Ondan sonra hozirgi davomlashayotgan zamonning formulasi nima? Bu zamanı degan chog'da avval igin alamiz. Ya'ni harakatni kim qilgan bo'lsa, shuni olamiz. Andan keyin be pilni alamiz. Be pilni kesim pil deymiz-ku, kesim pilni alamiz. Ya'ni igiga qarta kesim pil o'xshamaydi. Mesela men desem bolsam deyme, sen desem bolsang deyme. Ular bolsa, bolsa deyme. Yani u kız bolsa deyme, u er bolsa deyme. Yani muşun alımız. Yani igidin keyin kesim pilninki igigi tava, yak igi münasip aldı ki nimini kesim pilini ağandan keyin, yani is, am, are deb üçlam kesim pil var. Yani B deganimiz şu kesim pilning asli aldı. Onu keyin chiqqan chog'da men yana tushuntirman. Ya'ni qanaqa qilganmiz deb bilsam bo'lgan, igi kelgan, harakatni qilgan odam kelgan, shunga munosib holda kesim pil kelgan. Men bo'lsa I am, men bo'lsam. U qiz, u er, bu narsa deb bital narsa kelsa, uchinchi bir narsa kelsa, yoki uchinchi bir odam kelsa is. He is, she is, it is. Endi agar ko'plik birdinjiq narsa kelsa, yoki sen, sizlar degan gaplar kelsa, yoki ular degan gaplar kelsa nima keldi? Are keldi, chunki you are deydi, sen bo'lsang yoki sizlar bo'lsanglar degandi. Endi be pilni igiga munosib holda ap bo'lgandan keyin harakatni ifodalaydigan pilni, ya'ni harakatni ifodalaydigan pilninki pilga ing ni qo'shib qo'yamiz. Endi bu nima degan chog'da ingliz tilidagi harakat pillarining haqiqiy harakatni ifodalaydigan pillarning 4 xil shakli bo'ldi. Yani birinci şekli asldeki qanday yazgan bo'lsa shu shakl. Mesela read, o'qish. Shunaqa o'qish asl shakli shu. Endi bu zamandagiligini pilning hozirgi zaman tarmoq shakli. Yani ing qo'shilgandan keyin pillarga hozirgi zaman tarmoq shakli yasiladi. Reading ing qo'shdik. Shuning bilan hozirgi zaman tarmoq shakli qo'shildi, chiqdi. Yani buning ma'nosi qilyapti, etyapti degan ma'nosi chiqdi. Ha? Qilyapti, etyapti, qilyapman, etyapman, degan ma'nosi chiqdi. Andan keyin jumlaning boshqa bo'laklari chiqdi. Men o'tgan saytda haqiqiy fe'llar bilan kelgan jumlaning bo'laklarini qanday shaklda chiqadigan deb edim. Igi keldi, xabar keldi dedim. Endi hozirgi davomlashayotgan zamonning xabari nima bo'ldi ekan? Bir kesim fe'l bilan bir fe'lning birikmasi, fe'lning ing shaklining birikmasi bo'ldi ekan. Buning tarjimasini ham chiqdi ekan. Bo'lsam manda qilyapman. Bo'lsa manda qilyapti. Yoki bo'lsanglar manda qilyapsizlar, yoki ular bo'lsa manda qilyapti degan gapni ifodalab berdi ekan. Unda bo'lsa bu yerda formulasi chiqdi. Igi keldi ekan, be fe'l kelgan, is, am, are kesim fe'l kelgan. Kesim fe'ldan keyin fe'lning ing shakli kelgan. Undan keyin nima keldi? Oldingi soatdagi darsda men tushuntirib o'tdim. Undan keyin to'ldirg'ich keldi. Nemini qilayotgan keldi, andan keyin o'rin keldi, anaqisida vaqt keldi. Masalan, men bo'lsam o'qiyapman bir gazet uyda. I am reading a newspaper at home. Men bo'lsam reading o'qiyapman a newspaper bir gazetni at home, nada uyda. Ya'ni ingliz tilida haqiqiy fe'llar kelgan jumlaning tartibi qanday bo'ldi? Igi keldi, xabar keldi. Bu jumlaning xabari nima ekan? I am reading. Men bo'lsam o'qiyapman. Nada? Nimani o'qiyapti? A newspaper. Bir tal nimani? Gazetni. Nada? At home. Uyda, ha? Mushta sharoit, mushta holat kelgan, mushta tartibda. Demak, ingliz tilida ma'lum bir odam ma'lum bir ishni qilyapti yoki ma'lum bir narsa, jamliq narsa qila oladi. Masalan, ish
mushuk degandek. Mushta narsa ma'lum bir ishni qilyapti hozirning o'zida yoki mushu yaqin mazgilda degan gapni biz nima deyotganmiz? Ya'ni ega keldigan, anandan keyin kesim pil egining boshining qarta udil kelgan kesim pil keldigan, ya'ni b pil keldigan. Andan keyin pilning ing shakli keldigan, aqsda o'rin eng aqsida vaqt keldigan. Masalan, biz buni nima dedik? Hozirgi davomlashayotgan zamon dedik. Unda bo'lsa, bu hozirgi davomlashayotgan zamonninki vaqti olti, ya'ni vaqtni nima bo'ldi ekan? Now, hozir, right now, hozirning o'zida yoki recently, yaqin mazgilda degan gap chiqadigan. Masalan, men hozirning o'zida kitob o'qiyapman. Men yaqinda ma kitobni o'qiyapman degandek, ha? Masalan, u qiz uyda kitob o'qiyapti, bir gazeta o'qiyapti. She's reading a newspaper at home. Endi u yoki o'g'il bola uyda bir kitob o'qiyapti. He's reading a newspaper at home. Ananigin ular bo'lsa uyda bir gazeta o'qiyapti. They are reading a newspaper at home. Gerçi bu yerda now, hozir degan qo'shma sonlimi bu zamon diqqat qilinglar, dal hozir bo'layotgan ishni, yoki mush yaqin atrofda bo'layotgan ishni bildirdi. Lekin diqqat qilinglar, buni zodi mush yaqin atrofda bo'layotganligini yoki hozirning o'zida bo'layotganligini qana bildik emas, jumlaning o'rami qaraymiz. Masalan, men bir kitob yozyapman desam, buni qanday tushunish kerak? Mush yaqinda yozib o'tibdi deb bilish kerak. Chunki bir kitobni darhol ham yozib chiqa olmaydi shunaqa. Shunlashqa ishda deyish kerak. Masalan, men hozir gazeta o'qiyapman desamchi, buni darhol hozirning o'zida o'qib o'tibdi deb bilsak bo'ldi. Chunki gazetani darhol ham o'qib tugatgil bo'ldi, ha. Ya'ni yig'inchoq qilgan chog'da hozirgi davomlashayotgan zamon ismidan chiqib turdi. Hozirning o'zida davomlashayotgan, ya'ni hozirning o'zida bo'layotgan harakatni yoki mushu yaqin mazgilda bo'lib kelayotgan harakatni bildirdi. Bunun cümle qurulması qana chiqadigan, ega keldigan, b pil kelgan, pilning ing shakli chiqadigan, ya'ni pilga ing shakli qo'shib, ingni qo'shib berdiganmiz. Ya'ni bu pil nima bo'lgan? Harakat pili bo'lgan. Anandan keyin o'rin aqsda vaqt chiqadigan. Shuning bilan bu butun jumla shu bo'yicha ma'noda. Bu hozirgi davomlashayotgan zamonninki yani bayan cümle şekli. Bayan cümle şekli. Endi buningki savol cümle şekli zat qana chiqadi. Savol cümlesi. Savolni qanday yasaymiz? Masalan, hozir gazeta o'qiyapsiz desam, qanday so'rayman bu gapni? Hozir gazeta o'qiyapsiz desam, qanday so'rayman? Undasa buni so'roq jumla yasagan chaqda biz burun o'rgangan qoida bilan o'xshash, ya'ni buningda nim pil bor, kesim pil bor. Ya'ni is degan pil bor yoki are degan pil bor yoki am degan pil bor. Biz faqat shu pilni jumlaning oldiga chiqarib olsaklam, savol jumlaga aylandi. Masalan, she's reading. U qiz o'qiyotdi, kitob o'qiyotdi. Endi u qiz kitob o'qiyotdi yoki o'qiyotdi degandan keyin isni oldiga chiqarib olsak, savolga aylangan. Is she reading? U kitob o'qiyotdi. Endi bu ingliz tilida b pilni oldiga chiqarib o'tish orqali yasalgan jumla nima deydik? Oddiy so'roq jumla deydik. Unda bo'lsa oddiy so'roq jumlaning oldiga nimani qo'ysak bo'ladi? Alaydi so'roq so'zni. Masalan, u qiz nima o'qiyotdi? Nima deganni aytdik? What. Unda esa what's she reading? What is she reading? Is she reading to what ni qo'yib olsak, what's she reading? What is she reading? Ya'ni u qiz bo'lsa nima o'qiyotdi? Masalan, she is u bo'lsa qilyotdi, doing, ishlayotdi degan ma'no chiqadi. Homework, homework, ya'ni u bo'lsa oila topshiriq, ya'ni topshiriq ishlayotdi. Ammo savol oddiy so'roq jumlaga aylangancha faqat nimani isni oldiga chiqarib olsak nima bo'ldi ekan? Savol jumlaga aylangan ekan. Ya'ni is she doing homework? Is she doing homework? U qiz oila topshiriq, ya'ni topshiriq ishlayotdi degan gap bo'ldi ekan. Biz buning oldiga nimani qo'ysak bo'ldi? Alohida so'roq so'zni. Masalan, what nimani qo'yib baqsaq, what is she doing? What's she doing? Chunki what bilan homework taqishadigan. U qiz nima ish qilyapti degan ma'noni bildirdi ekan, demakchi, endi yana bir qatim yig'ib olsak, hozirgi davomlashayotgan zamon, hozirning o'zida bo'layotgan yoki mush yaqin mazgilda bo'layotgan harakatni bildirdi ekan. Endi buni qanday bildik ekanmiz? U harakatningki avvalo qarab turib, mush hozirning o'zida bo'layotganmi yoki mushu yaqin mazgilda bo'layotganmi, shuni qanday qildik ekanmiz? Biz qaror qildik ekanmiz yoki
tasavvur qilganmiz, ya'ni biladiganmiz. Endi buningki savol shakli biz burun o'rganib o'tgan, ya'ni BPL ni oldiga chiqaritish usuli bilan o'xshayotgan. BPL ni oldiga chiqarsak, ya'ni kesim fe'lni is, am, are bo'lsam oldiga chiqarsak, oddiy so'roq jumlaga aylandi ekan. Uning oldiga biz burun o'rgangan ekanlar, alohida so'roq so'zlarini qo'ysak bo'ldi ekan, butkul jumla alohida so'roq jumlaga aylandi ekan. Bu hozirgi davomlashayotgan zamonninki bayon jumla shakli va so'roq jumla shakli. Endi bizningki hozirgi davomlashayotgan zamonninki inkor shakli zada qanday chiqdi? Inkor shakli biz burunqi o'rganib o'tgan qoidalarga o'xshash, ya'ni bu zamonda nima bor ekan? Kesim fe'l bor ekan, ya'ni kesim fe'l deganimiz BPL deb qo'yildi. Kesidi gapni bo'lsa degan kesim fe'l shu, ha. Bu bagen biz burun o'rganib o'tgan qoidaga o'xshash, ya'ni kesim fe'l kelgan chog'da, ya'ni jumla kesim fe'l kelgan chog'da kesim fe'lning orqasiga notni qo'shib qo'ysanglar nima bo'ldi? Ya'ni inkor jumlaga aylandi. Masalan, she is reading a newspaper. U qiz bo'lsa bir gazet o'qiyotdi. Endi u qiz bir gazet o'qimadi desam lekin men isning orqasiga notni qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. She is not reading a newspaper. She is not reading a newspaper. Ya'ni u qiz gazet o'qimayotdi. Endi bizningki hozirgi davomlashayotgan zamonninki inkor shakli zada qanday chiqdi? Inkor shakli biz burunqi o'rganib o'tgan qoidalarga o'xshash, ya'ni bu zamonda nima bor ekan? Kesim fe'l bor ekan, ya'ni kesim fe'l deganimiz BPL deb qo'yildi. Kesidi gapni bo'lsa degan kesim fe'l shu, ha. Bu bagen biz burun o'rganib o'tgan qoidaga o'xshash, ya'ni kesim fe'l kelgan chog'da, ya'ni jumla kesim fe'l kelgan chog'da kesim fe'lning orqasiga notni qo'shib qo'ysanglar nima bo'ldi? Ya'ni inkor jumlaga aylandi. Masalan, she is reading a newspaper. U qiz bo'lsa bir gazet o'qiyotdi. Endi u qiz bir gazet o'qimadi desam lekin men isning orqasiga notni qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. She is not reading a newspaper. She is not reading a newspaper. Ya'ni u qiz gazet o'qimayotdi. Masalan, she is doing homework. U qiz bo'lsa topshiriq ishlayotdi. She is u qiz bo'lsa doing qilyotdi homework. Topshiriq qilyotdi degan topshiriq ishlayotdi deymiz uyg'ur tilida. Ya'ni she is doing homework. U topshiriq ishlayotdi. Endi u qiz topshiriq ishlamayotdi desam lekin men she is not doing homework. Ya'ni u qiz bo'lsa topshiriq ishlamayotdi. Mana bu bizningki hozirgi davomlashayotgan zamonninki inkor shaklining yaslashi, inkor shaklining yaslashi. Shunga faqat BPLning keyiniga notni qo'shib qo'ysanglar nima bo'ldi ekan? Ya'ni hozirgi davomlashayotgan zamonning inkor jumlasi yasaldi ekan. Endi hozir davomlashayotgan zamonninki savol shakli qanday yasaldi deganni oldida deb o'tdik. Ya'ni bu biz hozirgacha o'rganib o'tgan qoida bilan o'xshash, ya'ni chunki buning ichida nima BPL kesim fe'l bor. Faqat kesim fe'lni jumla oldiga chiqarib qo'ysanglar, bu nimaga aylandi ekan? Bayon jumla, so'roq jumlaga aylandi. So'roq jumlaga, ya'ni BPL, ya'ni kesim fe'lni oldiga chiqarish orqali yasalgan so'roq jumla biz nima deydik odatda? Oddiy so'roq jumla deb ataydik. Oddiy so'roq jumlaning oldiga nimani qo'shib qo'yildi? Alohida so'roq so'zlarini qo'shib qo'yildi. Şunaqı, mesela what, where, why degandek, ya'ni nima uchun, qanday qilib degandek alohida so'roq so'zlarini qo'shib qo'yildi. Shundan bu alohida so'roq jumlaga aylandi. Masalan, she is reading a newspaper. Is she reading a newspaper? What's she reading? What's she reading? U qiz nima o'qiyotdi? Masalan, she is doing homework. U qiz topshiriq ishlayotdi. Is she doing homework? U topshiriq ishlayotdi. What's she doing? U qiz nima ish qilyotdi? Ya'ni biz buni hozircha o'rganib o'tdik. Ya'ni biz hozircha o'rganib o'tgan usullar o'xshash, ya'ni oddiy so'roq jumlani faqat BPLni oldiga chiqarib orqali yasaymiz. Uning oldiga alohida so'roq so'zlarini qo'ysak, alohida so'roq jumlaga aylandi. Shuning bilan bu hozirgi davomlashayotgan zamonninki so'roq jumla shakli va inkor jumla shaklininki yasalish usuli. Endi biz nima dedik? Ya'ni hozirgi davomlashayotgan zamonda, ya'ni fe'llarga, harakat bildirgan fe'llarga ing qo'shimiz dedik-ku. Unda bo'lsa ingni xohlagancha qo'shqil bo'lamdi degan masala chiqdi shunaqa. Unda bo'lsa fe'llarga, ya'ni BPLdan keyin keladigan haqiqiy harakat bildirgan fe'llarga ingni zada qana qo'shimiz. Bu qo'shish qoidasi tuvandagi 4 qoida bo'yicha ma'noda, ya'ni biz deb o'tgandek fe'llarninki hozirgi zamon tarmoq shakli, yoki fe'llarninki bunda qilyotdi, aytyotdi degan tarmoq shakli ing qo'shish orqali yasaladi. Unda birinchi qoida ingni zot qanday qo'shimiz?
Buningda birinchi qoida nima ekan? Har qanday fe'llarning oqisiga bevosita ing ni qo'shib qo'ysanglar, shu fe'lningki nimsini bildirar ekan? Shu vaqtning o'zida qilyotidi, aytyotidi degan ma'no bildirar ekan. Masalan, look, qarash. Shunaqa looking, qarayotidi. Yoki qarayotman, yoki qarayotsan. Read, o'qish, reading. O'qiyotidi, o'qiyotman, o'qiyotsan. Catch, tutish, catching, tutiyotidi. Cry, yig'lash, crying, yig'layotidi yoki yig'layotman, yig'layotsan. Ya'ni demakchi fe'llarga haqiqiy fe'llarga, harakat bildirgan fe'llarga ing ni bevosita qo'shish orqali shu fe'lningki hozir zaman tarmoq shaklini yasaydi ekan. Endi ikkinchi qoida, agar bir bo'g'imliq fe'llardan tuzilgan harakatni bildiradigan fe'llar bo'lsa, hamda bu bo'g'im yepiq bo'g'im bo'lsa. Ya'ni yepiq bo'g'im deganda men o'tganda, ya'ni ismlarning ko'pligini yasagan chaqda sizlarga deb bergandim. Yepiq bo'g'im deganimiz bir bo'g'imning ichida faqat birlam so'zuq tovush bo'lib, eng oxirisi uzuk tovushlar oxirlashgan bo'lsa, biz buni yepiq bo'g'im deydik. Shunaqa. Ya'ni demakchi, bizningki hozirgi davomlashayotgan zamanda ishlatadigan haqiqiy fe'llarga ing qo'shgan chaqda bu fe'l bir bo'g'imliq yepiq bo'g'im bo'lsa yoki fe'llarning ko'p bo'g'imliq fe'llar bo'lib qolgan taqdirda bu ko'p bo'g'imliq fe'llarning eng oxirgi bo'g'imi yepiq bo'g'im bo'lib, urg'u shu bo'g'imga tushgan bo'lsa. Diqqat qilinglar. Birdan ko'p bo'g'imdan tuzilgan ingliz tilidagi fe'llar, eng oxirgi bo'g'imga urg'u tushgan bo'lsa, eng oxirgi bo'g'imi nim bo'lsa, yepiq bo'g'im bo'lsa, unda vaqtida bu fe'lning eng oxirgi tovushini, ya'ni harfni qaytlab yozib, ing qo'shimiz. Masalan, bag desanglar, adni iborat birlam so'zuq tovush bakka o'tirsida, demakchi bu yepiq bo'g'im ekan, bir bo'g'imliq ekan. Unda esa buningga ing qo'shgan chaqda eng oxirgi g ni, ya'ni ingliz tili buni G deymiz. Shuning oqisiga ya'ni bir qaytlab, ya'ni bir G yozib ing qo'shsizlar. Bagging. Anondan keyin masalan begin degan gap qaranglar, begin. Ya'ni urg'u buningda gida. Shunlashqa oqisidagi bo'g'imga urg'u tushgan. Anondan keyin gen degan gap yepiq bo'g'im. Shunlashqa ya'ni begin deganga ing qo'shgan chaqda qana qo'shadi ekanmiz? Oqisidagi n ni qaytlab yozib ing qo'shimiz. Masalan, kesish. Cut degan gap bir bo'g'imliq, ya'ni bir bo'g'imliq fe'l ekan. Buningga ing qo'shgan chaqda bu yepiq bo'g'im bo'lg'achqa, ya'ni t'ni qaytlab yozib, andan keyin ing qo'shimiz. Masalan, permit, yo'l qo'yish. Masalan, permit desanglar, urg'u mid ekan. Unda bo'lsa, mid degan gap, ya'ni bir urg'u tushgan yepiq bo'g'im ekan. Shunlashqa buningga ing qo'shgan chaqda t'ni qaytlab yozib, andan keyin ing qo'shsizlar. Masalan, permitting. Endi uchinchi qoida. Agar bir bo'g'imliq fe'llar i bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, oqisi bir bo'g'imliq fe'l bo'lish kerak. Andan keyin bu i bilan oxirlashib qolgan bo'lish kerak. Undaq fe'llarga ing qo'shgan chaqda ni tashlab etib, uning o'rniga y ni qo'yib, andan keyin ing qo'shimiz. Masalan, die, o'lish. Masalan, die'ga ing qo'shgan chaqda ni tashlab etib, y ni qo'shimiz, andan keyin ing qo'shimiz, dying. Masalan, lie, yolg'on so'zlash. Buningda i bilan oxirlashibdi, shuningcha ni tashlab etib, y ni qo'shib, ing qo'shimiz, lying. Tie, bog'lash. Buningga ing qo'shgan chaqda yana i bilan oxirlashibdi, ni tashlab etib, y qo'shimiz, ing ni andan keyin qo'shimiz, tying, bog'lash. Shunga uchinchi qoida nima ekan? Yoki bir bo'g'imliq fe'llar i bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, buning ing qo'shgan chaqda ni tashlab etib, y ni qo'shib, andan keyin ing qo'shib beramiz. Ya'ni fe'llar i bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, bu ni tashlab etib, uning o'rniga y ni qo'shib, andan keyin ing qo'shimiz. Shunday bo'lgan chaqda bu fe'lningki hozirgi zaman tarmoq shakli shunday yasaladi. Endi 4-qoida. Agar fe'llar talaffuz qilinmaydigan i bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, talaffuz qilinmaydigan i bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, uning ing qo'shgan chog'imizda ni tashlab etib, andan keyin ing qo'shimiz. Masalan,
yasash degan gap. Qarasanglar, aqsiz i talaffuz qilinmayotgan keylam to'xtadi-ku buning talaffuzi. Undan so'ng making, ya'ni in tashlab o'tib ing qo'shimiz. Masalan, take, elish, tutush. Bu yerda aqsizda yana i bilan oxirlashibdi, lekin bu i talaffuz qilinmaydi ekan. Shunga buning ing qo'shgan chaqda qana qilamiz? In tashlab o'tib, andan keyin ing qo'shimiz. Taking. Yani ingliz tilida fe'llarni hozirgi zamon tarmoq shakliga aylantirgan chaqda biz mushu 4 qoida orqali ularni aylantiramiz. Bu 4 qoida yuqorida biz so'zlab o'tgan qoidalar shu. Endi umumlashtirgan chaqda fe'llarninki, ya'ni inglizlik harakatni bildirgan fe'llarning 4 xil shakli bo'ldi ekan. Birinchisi ang odatlik shakli, ikkinchisi hozirgi zamon tarmoq shakli, uchinchisi o'tgan zamon shakli, to'rtinchisi o'tgan zamon tarmoq shakli. Endi biz bilganki, hozirgi davomlashayotgan zamonda biz qana qildik ekanmiz, fe'lning hozirgi zamon tarmoq shaklini ishlatar ekanmiz. Bu qanday yasaldi ekan? Ya'ni haqiqiy fe'llarga ing qo'shish orqali yasaldi ekan. Birinchi bo'lib biz har qanday fe'lga ing qo'shish orqali buning hozirgi zamon tarmoq shaklini yasaydi ekanmiz. Ikkinchi bo'lib, agar bu fe'llar bir bo'g'imliq yapıq bo'g'im bo'lsa yoki ko'p bo'g'imliq fe'llarning eng oxirgi bo'g'imi yapıq bo'g'im bo'lib, urg'ushiningda bo'lsa, eng oxirgi harfni qaytlab bezib ing qo'shadi ekanmiz. Uchinchi qoida nima ekan? Agar bir bo'g'imliq fe'llar i bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, i ni tashlab o'tib, y ni qo'shib ing qo'shadi ekanmiz. To'rtinchi qoida nima ekan? Agar fe'llar o'qilmaydigan i bilan oxirlashib qolsa, i ni tashlab o'tib ing qo'shadi ekanmiz. Mana bu qo'shish usuli. Shuning bilan fe'llarning hozirgi zamon tarmoq shaklini yasash usuli mush 4 qoida asosida yasaladi. Buni esingizda tutsanglar bo'ladi. Andan keyin biz yana darslarda ko'p mashq qilish orqali bu texni esingizda qoldi, Endi biz degandek bayning azdab keldik, ya'ni ingliz tilidagi hozirgi davomlashayotgan zamonda ega keldi, anan kesim fe'l keldi, andan keyin harakatni bildiradigan fe'lningki ing shakl chiqadi dedik. Ya shunaqa. Unda bo'lsa har qanday fe'lni mushta qilsam bo'lamdi. Unda vaqtda bo'lmaydi. Tuvandagi bu qator tizib qo'ygan fe'llar bilan hozirgi davomlashayotgan zamonni yazsanglar bo'lmaydi. Ya hozir davomlashayotgan zamonni yazsanglar bo'lmaydi. Chunki bu intayin vaqtlik yoki his tuyg'uni bildiradigan so'zlar. His tuyg'uni bildiradigan so'zlar. Anikin ko'z qarashni bildiradigan so'zlar. Andan keyin bir odamningki ro'yi oltini bildiradigan so'zlar yoki bir odamning kayfiyatini bildiradigan so'zlar yoki ma'lum o'lchamni bildiradigan so'zlar. Bu so'zlar bilan hozirgi davomlashayotgan zamonni yazsaq bo'lmaydi. Hozircha bularni faqat bilib qo'ysanglar bo'ldi. Biz bu so'zlar chiqqan chaqda bu so'zlar chiqqan chaqda biz yana qaytadan masalan mush fe'llar chiqqan chaqda eskartib o'tamiz, shu orqali esingizda saqlaysizlar. Masalan doubt. Doubt degan gap gumonlanish, ishkilanish, bir qaror kelmaslik degan gap. Masalan bu vaqtda buni ishlatib hozirgi davomlashayotgan zamonni tutsanglar xato bo'lib qoldi. Masalan I'm doubting desanglar bo'lmaydi. I'm doubting. Men hozir gumonlanyapman desanglar bo'lmaydi. Buni shu odatdagi hozir zamonda ifodalaymiz, u chiqqan chaqda so'zlayman. I doubt deb ifodalaymiz. Yani demakchi buni qanaqa qilolmay ekan hozirgi davomlashayotgan zamonda aytqili bo'lmaydi. Masalan mean, masalan ifoda qilish, bildirish degan gap. Masalan I'm meaning. Men ma'ni bildiryapman, ma'ni san demakchi bo'lyapman deb olsak bo'lmaydi. Masalan I'm fearing. Men qo'rqyapman desak bo'lmaydi. I'm fearing desak bo'lmaydi. Men bo'lsam qo'rqyapman desak bo'lmaydi. I fear. Shunlashqa bunlarni faqat bilib qo'ysanglar bo'ladi. Biz yangi shu so'zlar chiqqan chaqda hozir davomlashayotgan zamonda ishlatkili bo'lmaydiganligini qayta biz ta'kidlaymiz. Shu orqali bularni esingizda saqlaysizlar. Faqat hozir bildiğinizlar bu so'zlar orqali ingliz tilida hozirgi davomlashayotgan zamonni yasag'ili bo'lmaydiganligini bilsanglar bo'ldi. Lekin ma'lum so'zlarning boshqa xil ma'nosi chiqqan chaqda yana bo'ladi. Yana bo'ladi. Masalan look degan qarash. I'm looking at qarash degan ma'nosi chiqqan chaqda I'm looking at a dog. Men bir ishni qarayapman desanglar bo'ldi. Agar bu lookning yana bir ma'nosi, masalan qarmoqqa o'xshash degan ma'nosi chiqqan chaqda vaqtida buni ishlasang bo'lmaydi.
Mesela she's looking like an old lady. Mesela o kız bo'lsa qarmoqqa qirqutunda ko'rinyapti deb asanlab bo'lmaydi. Yoki qarmoq ko'rinish degan ma'nosi chiqqan chaqda bo'lmaydi, qarash degan ma'nosi chiqqan chaqda buni hozirgi davomlashayotgan zamonda alsak bo'ladi. Alsak bo'ladi. Shuning bilan bizningki ingliz tilidagi hozir davomlashayotgan zamonda ishlatilmaydigan so'zlar mishada oxirlashdi. Bu so'zlarni faqat hozircha bilib qo'ysangiz bo'ldi. Chiqqan chaqda men yana qayta deb birman. Bu biz ingliz tilidagi hozirgi davomlashayotgan zamon to'g'riliq bilish tegishlik muhim mazmunlar, ya'ni bilish tegishlik muhim nuqtalar shu. Bu nuqtalarni bilib olsanglar, bu zamonni ishlatib mansanglar bo'ldi. Bu zaman ingliz tilida intayin muhim o'rin turdi. Shunlashqa buni intayin yaxshi ko'rsizlar. Biz yana mashq darsini ko'plab mashq qilish orqali sizlarningki bu zamon to'g'riliq tushunchani taqim chuqurlashtiramiz, ham amaliy ishlatadigan holatga yetkazamiz. Bizningki darsimizningki umumiy haqiqiy 45 euro. Agar qatnashishni xohlaydiganlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Xayr, xush vaqt bo'linglar.